Dasturimiz davom etadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudida o'z jigarining qotiliga aylangan ikki aka-ukaga nisbatan sud ishi ko'rib chiqildi. Aka-uka sudlanuvchilar internetda qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarga berilib ketgan, tug'ishgan jigarni bu yo'ldan qaytarish uchun daraxtga bog'lab qo'yib, uni ayovsiz kaltaklashgan. Natijada jabrlanuvchi og'ir tan jarohatlari tufayli vafot etgan. Sud qotillar ustidan qanday hukm chiqardi? Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Internetdagi tavakkalchilikka asoslangan qimor o'yini bir oila taqdirini zulmatga aylantirdi. O'yinga mukkasidan ketgan ukani qaytarmoqchi bo'lgan aka-uka o'rtasidagi bahs og'ir fojia bilan yakunlandi. 29 yoshli yigit internetdagi qimorga berilib qolgan. Aka va ukasi uni bu yo'ldan qaytarishga harakat qildi, ammo tarbiyaning usuli vahshiylikka aylandi. Voqea shu yilning 20-iyul kuni Samarqand shahrida sodir bo'lgan. Marhum muntazam qimor o'yini o'ynaganligi uchun akasi va ukasi qaytarishga uringan. Uni bog'lab qo'yib, tanasining turli qismlariga bir necha marotaba qasddan urishib, jismoniy azob beradi. Vahshiylarcha kaltaklagach, uni uyiga olib kirib yotqizib qo'yadi. Kaltaklar zarbidan olgan og'ir tan jarohatlari oqibatida oradan bir necha vaqt o'tib, uka vafot etgan. Bitta farzandimiz bor, qizcha. Birga kirganini ko'rmadilar. Turmush o'rtog'im qimor o'ynagani bilan hech kimga ozor bermasdi. Aka-ukalar bilan ham yaxshi chiqishardi. Bunday vahshiylikka nega qo'l urishdi? Hali ham ishona olmayman deydi marhumning turmushi. O'yin o'ynardi, lekin birontaga bir yomonlik qilmasdi, boshqa qilmasdi. Kredit olgandilar, o'zlari to'layotgandi. Kreditni to'lasin deb shu ishni qildim. Qaynakam, lekin sal oldin undan bir 10 kunmi 15 kun oldin erim qarib kredit uchun 7 million to'lab hammasini filsga o'tkazgandi. 1 yil 8 oy yashadik. Budka yasardilar, svarchigidalar. O'rtasida nima bo'lganki bu darajada bog'lab qo'yib urganman, shunisiga tushunmayapman. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudida bir qorindan talashib tushgan ukasining o'limida ayblanayotgan aka va uka sud qilindi. Voqea yuz bergan Rossiya davlatida bo'lgan ota-onasi bugun sudda ham jabrlanuvchi ham da'vogar. Bir hovlida yashovchi aka ukasining kredit qarzlarini to'lamayotganidan xavotirga tushgan. Kamiga u internetdagi qimor o'yinlariga berilib qolganini ham bilib, bu holatni to'xtatish uchun u bilan gaplashmoqchi bo'lgan. Suhbatga kenja ukasini ham chaqirgan. O'sha muttasil ravishda internet tarmoqlari orqali o'ynaladigan qimor o'yinlariga hamda boshqa holatidan norozi bo'lib, uni o'sha tartibga chaqirish maqsadida o'zlarining yashash xonadonlarida shu o'rtancha akasini daraxtga bog'lab, g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilib, uni badaniga elektr kabel simlari bilan bir necha marotaba o'ta shafqatsizlik bilan ko'plab tan jarohati yetkazishganligi natijasida jabrlanuvchiga o'sha o'limiga sabab bo'lgan. Sud ishdagi dalillarni, guvohlar va sudlanuvchilar keltirgan dalillarni tahlil qilib, so'nggi hukmni e'lon qildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 138-moddasi 2-qismi A bandi bilan 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 104-moddasi 3-qism D bandi bilan 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 59-moddasi 2-qismi tartibida jinoyatlar majmuiy tariqasida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzul-kesil o'tash uchun 8 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudning hukmiga ko'ra o'z akasiga qo'l ko'targan ukaning ham 6 yil 6 oy umri qamoqda o'tadigan bo'ldi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov.